أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Imam Al-Mufassir Jaloliddin As-Suyuti rahimahulloh yozgan Tafsirul Jalalayn nomli tafsirining Alloh azza va jallaning Baqara surasidagi Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum degan qavli kelib to'xtagan edik. Shu yerdan boshlaymiz. Alloh azza va jalla bu ayet kerimenin burun ayette Peygamber Aleyhisselam'dan bir cemaat Allah Teala yakın mıdır? Allah Teala'ga biz içimizde yapkılı yakın mıdır ya ki to'lab yapkılı yirak mıdır deb so'rab kelgan vaqtida Allah Teala bandalarim men to'g'riliq so'rab qolsa ularga deb qo'yanki men ularga yaqindurman. Yani men ularga ilmim bilan yaqindurman. Ondan men duo qilganlarning duosini ijobat qilaman. Ular menga hal-mu'larni aytganlarning dard shikoyatlarini anglab turaman. Shu sababdan ular haqida tilak olsun, mendan tilasin, menga iymon etsin, menga aytgan iymonida mustahkam tursin. Shunda qilsa ular chuqur Nicat tepip to'g'ri yo'l topadi deb so'zlagan edi. Endi bu shu ro'za oyatining orasiga bu hukmni qistirib akab qo'yishning sababi nima desa, birinchi qilib Qur'oni Karim bir kunda nozil bo'lgan emas. Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga Ramazonning Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lgan bo'lib, dunyo osmonidan Payg'ambar Alayhissalatu vassalamga 23 yil jarayonida har bir vaqalik, har bir bo'lib o'tgan ishlarga qarab nozil bo'lgan. Endi va shuni bilan birga her bir hüküm kamil bir kıtımda nazil bo'lmagan. Ba'zi 2 kıtımda, ba'zi 3 kıtımda. Xuddi aroqning hükümleri desep de aroqning foydasidan ziynni ko'plikligini bayon qilib, keyin uning saqlanishi yaxshi ekanligini bayon qilib, keyin qayta cheklangandek, har qanday bir hukmi bevosita bir yo'lila farz qilingan. Ro'zumu dastlabda ro'za tutuvchilarga ro'zani farz qilinganligi, ixtiyor bilan farz qilinganligi. Tutqanlar ayt yaxshi, agar tutolmay qolganlar, kasal sabab tutolmay yoki safar sabab tutolmagan bo'lsa, keyingi kunlardan qazosini tutsa bo'lganligi. Agar kasal emas, musofir emas, ondan bek tutganmay, bek och qoldi ochganda tutganmay qolsa, her kunlikka fidya bir bassa bo'lganligi haqida ixtiyor bilan farz qilingan birinchi qadamda. Keyin sahobalar hammasi musulmonlar ro'zaga odatlanib kelib qolgandan keyin o ixtiyorlik amaldan qoldirilib, safar ustida bo'lib qolmasa, musofirlar nima kasallar bo'lib qolmasa, qat'iy shaklda ro'za tutish kerakligi haqida nozil bo'lgan edi. Endi shu jarayonda Payg'ambar alayhisolamdan Ramazon deganda duo qilgan gap. Ramazon degan nima? Qur'onning va duoning duo ijobat qilingan oy. Ondan endi duoni ko'p qilgan bir oy bo'lganligi uchun shu jarayonda sahobalardan bir qanchasi Payg'ambar alayhisolamdan so'rab kelgan gap. Alloh taologa qanday shaklda duo qilsak yaxshi bo'ladi? Uylik duo qilsak yaxshimi? Keyin duo qilsak yaxshimi? Past duo qilsak yaxshimi deganda, siz Alloh taologa uylik duo qilamsizlar, past duo qilamsizlar? O'xshash. Allah Teala hemen anlap durdu. Ondan nima degan qilganini anlab turdi. Unda olgandan keyin agar maxfiy qilsangiz ham afzal. Çünkü yeni bir oyatda ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya.
degan. Ya'ni shunda bağlaştırib kelamiz endi. Bu oyatniki bugungi oyat bilan oldingi ro'zani hukmi oyatlarning orasiga shu duo haqidagi oyatning chiqib qolish sababi shu. Endi birga bu oy ulug' oy. Duo ijobat qiladigan degan bu oyda duo qilish boshqa oylardagidan nima? Bakrak ijobatga yaqin bo'lganlik uchun alohida tilga olindi. Shu sababdan shunga duoi qunutni bu oyda hamma musulmonlarning o'qiydi, jamoatlab birlikda o'qiydi. Duolar ijobat bo'lishi boshqa oylarga qaraganda intayin yaqin bo'lganlik uchun, ijobatga yaqin bo'lganlik uchun shu oyda alohida o'qiymiz. Shu oyatniki ro'za orasi qisilib kelishdan keyin bir hikmati, ya'ni shu duoi qunutni bu oyda boshqa oylarga qaraganda duoga alohida ahamiyat berishning muhimligi va duo qunut o'qishni hukmi chiqib qoladi. Ishorat bilan. Endi Alloh taolo mana bugungi oyatda deydiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Bu ayet kelimenin tercümesi olsa Allah Azze ve Celle deydi ki sizlarga, yani hitap kılınmışlar müminler, ya eyyühellezine amanu, ey müminler demek. Ey müminler, sizlarga ro'za tutgan kechida ayollaringlar bilan jimo qilish halol qilindi. Ular sizlarga libosdir. Sizlar ularga libosdir. Alloh taolo sizlarning o'zinglar xiyonat qildiganliklarini bildi. Shu sababdan sizlarga tavbanglarni qabul qilib, sizlarni afv qildi. Endi ayollaringlarni quchoqlanglar. Alloh taolo sizlarga yozgan narsani talab qilinglar. Va kulu vashrabu hatta yatabayyana lakum. Yanglar, ichinglar toki sizlarga oqib, tongdan iborat bo'lgan oqib, kechidan iborat bo'lgan qalbdan oshkor bo'lgan qadar yeb ichinglar. Sonra ondan keyin ro'zani kechigacha komil tutinglar. Wala tubashiruhunna. Ularni, ya'ni u ayollarni sizlar masjidlarda itkob qilgan holatinglarda ayollarni quchoqlamanglar. Tilga hududulloh. Ana shu Alloh taolaning had chegaralaridir. U had chegaralariga yaqinmi yurmanglar. Had chegaralarini aqlab o'tib ketish yo'q, bu yaqinmi yurmanglar, yaqinmi kelmanglar. Kazalika yubayyinullohu ayatihi lin-nas. Ana shuningdek Alloh taolo o'zining oyatlarini insonlarga bayon qilib berdi. La'allahum yattaqun. Ularni bir qo'rqarmikin, gunoh masiyatdan saqlanarmikin deb. Endi bu oyat kelimening sababi. Musannif rahimahulloh o'zining Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul nomli kitobida Alloh taolaning uhilla lakum laylatas siyami degan qavlining yani 187-qavlning 3 sabablari deb deydiki İmam Ahmed ve Abu Davud Hakim Abdurrahman ibn Abi Leyla'nın yoludan Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'dan rivayet kılıp Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'da degan. Ular yani sahabeler demek.
yetti ve içetti. Ayarları bilen cinsi münasebet ötküzetti. Ma'lem yenamu. Degan uxlab qolmagan muddatda. Yani ifta qilib bo'lgandan keyin uxlab qolib bo'lguncha, ya'ni xuftandan keyin kechadan kelibdi. Uxlab qolmagan muddatda tomoq yeydi, ichadi, ayol bilan muomala bo'ladi. Qachonki u uxlab qolsa, uxlagandan tortib yemekten, içmekten, ayol bilan muomala, jinsiy munosabat o'tkazmakdan cheklanadi. Ondan keyin Ensarlardan bo'lgan bir odam, uni yani Qays ibn Sirma deyiladigan bir odam xuftan namozini o'qidi, ondan keyin uxlab qoldi. O hech bir narsa yemedi, içmedi, taki tong otgan qadar yemedi, içmedi. Ama bu adam intayin naiti jafo chekkan, qiynalgan holatda tong otqizdi. Ve Ömer radhiyallohu anhu uxlab qolib bo'lgandan keyin ayollar bilan munosabat o'tkazib solgan edi. Payg'ambar alayhisalom yana keldi Umar radhiyallohu anhu fazakara zalika. Payg'ambar alayhisalomga mushu holatni zikr qilib edi. Alloh azza va jalla bunu oyatni nozil qildi. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Ro'za tutgan kechalarda ayollarning bilan jinsiy munosabat o'tkazish sizlarga halol qilindi degan oyat nozil. O'ziniki Alloh taolaning atimus siyama ila layl. Ro'zani kecha kamil tutinglar deganigacha nozil bo'ldi. Bu hadis İbn Abi Leyla'dan mu meşhur. Biroq İbn Abi Leyla Muaz bin Cebel radhiyallohu anhu anlamagan edi. Velehu şevahid. Bu hadisga boshqa hujjat isbotlarmi bor. İmam Buxoriy Bara radhiyallohu anhu rivoyat qilib chiqargan hadisda Bara bunda degan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari İza kana racul, bir adam agar ro'zador bo'lsa, fahadaral iftar, iftar vaqti kelsa, fanama qabla iftar qilsa, uxlab qolsa, lam yakul laylata, uzun mushu kechasida tomoq yemaydi va kun ustida tomoq yemaydi. Hattoki kech kirgunga qadar. Va Qays ibn Sirmat al-Ansari degan kishi ro'zador edi. Uning iftor kelgan vaqtida o'zining ayoli bilan munosabat o'tkazdi. Dediki, qishingizda tomoq bormi yoki iftor kelgan vaqtida o'zining ayolining yoniga kelib bundoq dedi. Sizning qishingizda tomoq bormi? Dedi. O ayol yo'q dedi. Valakinni biroq men mangay sizga bir tomoq talab qilib ko'ray, yaqin yo'qlar tomoq qilib qolsa, tomoq talab qilib ko'ray dedi. O Qays ibn Sirma o'zining shu kunida nihoyat qattiq bir ish qilib charchab ketgan kuni edi. Uningga ko'zi g'olib kelib, yana uyqusi kelib ketib, uxlab qoldi. Va uning ayoli kelib erini ko'rgan vaqtida ayol bundoq dedi. Vay iset sana. İset sana. Hani uxlab qolmay turib, chidab tursang nima bo'ladi deb dedi. Şu kunduz yerim bo'lib edi. Qays ibn Sirmaga beyosh ketdi, yana ichib ochliq bo'lolmay beyoshlab aynib ketdi. Bu xabar Payg'ambar alayhisolamga zikr qilindi edi. Buni oyat nozil bo'ldi. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum degan oyat. Musulmonlar bu oyat bilan intayin qattiq xushalab ketdi. Uni kenidan kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad degan oyat nozil bo'lganda, bu oyat nozil bo'ldi. İmam Buxoriy Bara radhiyallohu anhu rivoyat qilib, unda hadis rivoyat qildi. Bara radhiyallohu anhu deydi, Ramazon ro'zasi nozil bo'lgan vaqtida, ya'ni Ramazon ro'zasi haqidagi oyat nozil bo'lgan vaqtida ular ayollarga Ramazonning hammasida yaqin yo'lamaydi. Erlar o'zlariga xiyonat qilib soldi, ya'ni ayollarga yaqincha qilib soldi hisobda. Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Buni Alloh taolo
Şundan alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum fetaba aleykum ve afa ankum diye ayet nazil kıldı. Ve İmam Ahmed İbn Cerir Tabari İbn Ebi Hatem Abdullah İbn Ka'b İbn Malik'ten onun dadısından rivayet kılıp mındaqdaydı o zat kişiler Ramazan'da Adem roza tutsa keç kılsa uxlab kalsa onun tamak yiyiş su içiş içimlik içiş ayollar bilan munosabat o'tkazish ayollarga yaqinchilik qilish harom bo'ladi toki at iftor qilgan qadar bunday holat bunday edi dastlabda ro'za farz bo'lgan bunday holatda farz bo'lgan Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning qishidan qaytdi bir kuni payg'ambar alayhissalom yanında mundashib o'tirgan edi biroz kichik qolgan edi an uyga qaytib o'zining ayoliga yaqinchilik qilmoqchi bo'lib edi ayoli dediki men uxlab bo'ldim uxlab o'ngib qoldim endi dedi Umar roziyallohu anhu men uxlamadim deb shunday dedi an ayoli bilan munosabat o'tkazib soldi va Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu shuni o'qishini qilib soldi an atdigan Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom yoniga atdiganlab bordi berib payg'ambar alayhisalom bo'lgan hayot ahvolni xabar berib edi buni oyat nozil bo'ldi endi Allah Teala yani seninki tövbanlarını kabul kıldı. Üzerlerine xəyanət saldı qalığını Allah Teala bildi. Şu an da silah keçiler, Rustan keçiler de cama kılışılar. Allah kılındı gayet sonra azıl kılınır mesela. Allah Teala'nın ki minel fecr. Yani silah Rus'un keçi kamet tutmadı yani ki Tanrı'dan ibaret olan akıyıp Keçin ibaret bo'lgan qariyibdan oshkor bo'lgan qadar degandiki minal fajr degan qavli. Imom Buxoriy Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qoidasida bunda degan. Alloh taolaning va kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad degan oyati nozil bo'lgan vaqtida va o'sha vaqtda oyat nozil bo'ldi va lam yanzil minal fajr. Minal fajr degan so'z degan oyatning minal fajr degan söz nima oyat nozil qilinmadi. Fakanal jalun bir bilik odamlar rusmoqchi bo'lsa rabata ahaduhum ularning biri ikki futuga aqib bilan qaribni bog'lab qo'yatdi. Ondan yevilatdi, ichivilatdi. Toki shu aqib bilan qaribni farqlantirishga bo'lgan qadar yeb ichivilatdi. Alloh taolo keyin minal fajr degan oyat nozil qildi. Shu sababda shu chaqda fa'alimu ennema yani el-leyl ve nahar. Yani el-leyl ve nahar. Şu çağda bula nemeni bildi? Allah Teala buyurdu ki akib qalib degenden kecha ve gündüzne irade kılmakçı ekan degende bildi. Allah Teala'nın ve la tubashiruhunna degan qavli. İbn Cerir Tabari rahimahullah Qatada rahimahullah'ın rivayet kılıp çıkan ki Qatada mı da degan. Bir adam itkab qilsa masjiddan chiqsa agar xohlasa jamo qiladi masjiddan chiqib agar xohlasa ayollar bilan muloqot o'tkazadi uni keyindan bu oyat nozil bo'ldi va tubashiruna va antum akifuna fil masajid degan oyat nozil bo'lgan edi bu oyatning hammani tushish sabablari mana shu oyatlarning tushish sabablarining hammasiga qaraydigan bo'lsak bu ayet bir ayetning kamil emas hattoki bir ayetniki cümlelerinin ayrım tushganligini bilib ko'rib olamiz. Ayetning orasiga fasl emas hattoki bir ayetmi ba'zida parcha-parchalarga bo'laklarga bo'linib nozil bo'lganligini bilib olamiz. Mana shu oyat kerak. Hamda bu oyat kerimni tafsir qilaylik. Allah azza va jallaning uhilla lakum laylatas siyamir rafathu degandiki Rabbas degan ma'nosi yani ifdo degan bo'ldi. Ifdo degan yani ayollarga yaqinchilik qilish, jinsiy munosabat o'tkazish degan bo'ldi. Ila nisaikum degan yadiki ila yadiki ma'amasi yani sizlarning ayollaringlar bilan munosabat o'tkazish degan bo'ldi. Yani sizlarning ayollaringlarga jamo qilish bilan munosabat o'tkazish degan bo'ldi. Nazala bu oyat kalima İptidai İslam deyen İslam'ın dastlabki davrida haram kılıngan
cimani ve yemek, huftemden keyinki yemek içmekni amelden kaldırış için nazım boğan edi. Yani huftem namazdan keyin cima kılış ve tamak yiyiş içishdan ibaret bu işler İslam'ın dastlabki davrida haram kılıngan idi. Mana şunu amel şu hukmni amelden kaldırış için nazım boğan edi. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Bu ayollarına sizler üçün libastır. Sizler ular üçün libastır. Yani bu ne mi diyen gap dese? Yani bu kinayetun an ta'anukihima. Yani ayolının birbiri bilen kucaklaşışı, öz ara kucaklaşışının bir kinayedir bu. Kucaklaşışını gösterdiğin bir kinaye. Yepik gap. Qanday gap bu desa, çünkü kiyim kechak degan odamning badaniga tegib turadi. Odamning badani kiyim kechakka tegib turadi. Quchoqlash odamning badani birisi-birisiga tegib turadi. Shuning uchun libos tur degani, quchoqlasang bo'ladi demakchi. Yoki bu ihtiyoju kulli minhuma ila sahibi. Ayolning har birining o'zining hamrohiga bo'lgan ehtiyojidan kinoya. Chunki biz kiyim kechakka muhtoj. Avratimizni saqlash uchun, avratimizni yepish uchun va sovuqlardan saqlanish uchun va chiroyli yasanash uchun kiyim kechakka muhtoj. Xuddi shuningdek kiyim kechakmi o'zini namoyon qilish uchun, qadr qimmati bo'lish uchun bizga muhtoj. Agar kegili biz bo'lmasak kiyim kechakni hech kim qadrlamaydi. Xuddi shuningdek ayolmi shu kiyim kechakka o'xshaydi. Kiyim kiyguchi va kiyilgan kiyimga o'xshaydi. Birisi-birisiga bo'lgan ehtiyoji tarafidan deydi. Alimallohu annakum kuntum taxtanun. Alloh taolo sizlarning o'zinglarga ro'za tutgan kechalarda jamoa qilib so'rashdan xiyonat qildiganliklarini Alloh taolo bildi degan. Ya'ni Alloh taolo uni ilmi azilida bilatdi. Alloh taolo ilmi azil bilan sizlarni qilganligini bilatdi. Lekin bu yerda ilmi zuhurda o'zining biladiganligini oshkor qilgan bo'ldi. Zohira ilmahu degan bo'ldi. Bu yerda ilmi zuhur. Alloh taolo ilmi azilda uni bilatdi. Lekin bu yerdagi bildi degan desa, ya'ni azaldiki biladigan shu ilmini Alloh taolo butun insoniyatga nima qildi? Oshkor qildi. Belki ailime nimesini zahara ilmehul ezeli degan bo'ldi. O'zining azaldan tortib ularniki mıydı? Sizlarning o'zinglar xiyonat qilganliklarini Alloh taolo bilatdi va hozir o'zining bildiganligini hammalarga nima qildi? Oshkor qildi. Degan bo'ldi ma'nosi. Vaqa zalika li Umar. Mana bu ish Umar roziyallohu anhuda yuz bergan edi. Ömer radıyallahu anh başı sahabelarımı yüz bergen edi. Yani ro'za tutgan kechalarda ayollar bilan munosabat o'tkazib setishi. Ular Peygamber Aleyhisselam'a o'zicha aytib bordi. Fatabe aleykum. Shu sababdan Alloh taolo sizlarning tavbanglarni qabul qildi. Va afa ankum sizlarni afu qildi. Fal'an amdi. Alloh taolo sizlarning tavbanglarni qabul qilgandan keyin, sizlarni afu qilgandan keyin hozir ida uhilla lakum. Yani iz uhilla lakum, chunki sizlarga ayollar bilan ro'za tutgan kechalarda yaqinchilik qilish halol qilingandan keyin bashiruhunna degan gap. Ularni quchoqlanglar degan yana ma'nosi jami'uhunna. Ular bilan munosabat o'tkazsanglar bo'ladi. Quchoqlanglar deb qo'ygan gibi nima uchun Alloh taolo quchoqlanglar deb qo'ydi desa, Alloh taolo Qur'on Karimda davomli bunda jinsiy munosabatga oid gaplarni birini nihoyat yepiq shaklda deydi Alloh taolo, yepiq shaklda. Alloh taolo intayin ahlaklı zat ve ahlakını suyudu. Ahlaklı kişilerini yaxshi ko'rdi Alloh taolo ve o'zi ahlaklı so'zlaydi, adabli so'zlaydi. Shu sababdan bu kinoya bilan, ya'ni bashiruhunna degani, ya'ni ayollarga yaqinchilik qilsanglar bo'ladi. Va bu taqvomiyatki amr bashiruhunna degandiki darhol yaqinchilik qilinglar deb buyruq nima uchun emas, vojib uchun emas. Belki buyruk mubah üçün. Yani ne demeydiğimiz? Ayarlarınlağa yakınçılık kılsanlar buludu demeydiğimiz. Buludu da ana.
ayollarga yig'inchilik qilinglar deb hammadan shu urushqanda kichik o'z chuqum parchoq ayollarga yig'inchilik qilish degan gap aniq emas. Ya'ni ruxsatim. Bu Allah Teala'nınki ve idâ halaltum fastadu. Sizler ihramda yetişilgende o oğlanlar degan oyatga o'xshaydi. Ya'ni siz ihramda yetişilgandan keyin o o'g'li sanab buludu deb aytgandek aytamiz u. Va batagu ya'ni utlubu degan bo'ldi. Ya'ni Alloh taoladan ma kataballohu lakum sizlarga yozgan narsani talab qilinglar. Ya'ni sizlarga mubah qilgan jamoatdan iborat yoki sizlarga taqdir qilib yozgan boladan iborat shu rizqni talab qilinglar. Ya'ni bu jamoa bilan ya'ni bu munosabat bilan Alloh taolo sizlarga ya'ni solih farzandni talab qilinglar. Va kulu vashrabu. Kechining hammasida yanglar ichinglar. Bir qismida emas, toki iftor qonni tatib tong otgan qadar yanglar ichinglar. Qachongacha hatta yetabayyana degan gap sizlarga toki sizlarga oq yeb qalbdan oshkor bo'lguncha, ya'ni minal fajr. Tongdan iborat bo'lgan oq yeb, kechidan iborat bo'lgan qalbdan oshkor bo'ladi, ya'ni farqlanguncha. Ya'ni ya'ni fajr sodiq, ya'ni fajr kazib emas. Rost tong. Tong ikki xilda bir fajr kazib, ya'ni bir fajr sodiq. Fajr kazib degan xuddi bo'rining quyruqidek amudi ya'ni tugliksimon shaklda sharq tarafdan bunday uzun uzoqsa og'amchidek tortiladi. Uzun uzoqsa. Ya'ni g'arb tarafga, mashriq tarafga tortiladi. Mag'rib tarafga. Mashriqdan mag'ribga tortiladigan yiptekdan inchki tortiladi bo'rining quyruqidek. Bu birdamligini yo'qolib ketadi. Bu yolg'on tong deb ataladi. Ama subh sodiqchu, rost tong deganimiz desa, bu to'g'risiga, uzunisiga emas, to'g'risiga, ya'ni mashriqdan nima tarafga, shimol tarafga, ya'ni xuddi tog'dan bir tog' bo'ylab, tog' bag'rini bo'ylab yurgandek, ya'ni kun chiqadigan ya umumiy yuzlik shaklda yurib keladi. Bu rost tong bo'ladi. Ya'ni bu shu rost tongdan tortilgan bo'ldi. Bu sodiq, fajr sodiq. Yani bayanun lil haytil abyad. Yani bu ayetki minel fajr degan bu Allah Teala'nın bu sözü, bu kavli ak yipning bayanıdır. Yani ak yipning tongdan iborat bo'lgan ak yip kechidan bo'lgan qaribni oshkor bo'lmoqchi deb. Bu bayanul asvat. Bu qaribning misoli bayani chu desa bu mahdud, bu hazf qilingandir. Yani bir yerde tushirib qo'yilgan. Yani minel leyli degan bu. Yani kechidan iborat qalbdan tongdan iborat oqib oshkor bo'lgan qadar yangi chiqlar degan bo'ldi mana. Endi shabbaha ma yabdu min al-bayad. Alloh taolo oshkor bo'lgan oqlikdan iborat oshkor bo'lgan narsani oqlik bilan birga suzalgan narsani men g'abash degan gap. Oqlik bilan birga suzaldigan ya'ni g'abash degan tumtal qorong'u hamda. G'abash degan qorong'u degan bo'ldi. Qorong'uni bi xaytayni oq va qalibqa suzaldigan tortiladigan oq qalibga o'xshatdi. Xuddi tong bo'yida suzaladi uzun yolg'on tong uzunisiga to'g'ri tongchi to'g'risiga suzaladi. Shu tortiladi suzalib. Xuddi buni kechining zulmatini Alloh taolo qalibqa tongning nurini oqibqa bularning uzunisi to'g'risiga suzilishini tortilishini yipning tortilganiga o'xshatdi. Alloh azza va jalla. Unkin summatimus siyama. Andiki ro'zani shu tongdan to'g'ri tongdan, rost tongdan tortib kechigacha kamil tutinglar. Ya'ni kun o'tirib kechgacha kamil tutinglar. Kechining merdiki kechigacha kamil bu yerdagi kecha ila degan hurfu jar g'oyat uchun kiradi. Bu kecha deganni o'chiga olmaydi. Nimashqa chunki siyam degan boshqa bir ibodat. Sharkat leyl degan chu vaqt. Ya'ni iloniki oldidagi narsa, ilonning keyindagi narsaning jinsidan bo'lmasa, iloda to'xtab qoldi. Ilo to'xtab qoldi narsa. Bu jumlaniki emas buni. Agar ilonning oldidagi narsa, keyindagi narsaning jinsidan bo'lsa, oldi
ilanın aldığındaki nerse keyinlik nersimiz çıkardı. Taharet meselesi Allah Teala kollarını ceynek küçüğü yonlar degen bolsa, ceynek bilen kol bilen ceynek ikisi bir cinsi bolganligi üçün ceynek bilen kuşup yonlar degen boldu manası. Mayada ruzunu kiçi kamil tutuladi degan gap, ruzu boshqa ibodat, kiçi boshqa bir narsa bolganligi üçün, boshqa vaqt bolganligi üçün, ya'ni ruzuni kiçi bilen kuşup tutuladigan bo'lmaydi. Kech kip bo'lgandimi, yulduz asman yulduz chiqib qolganda hafta uch tutulgan degan bo'lmaydi. Manisi shu kecha bu yoqdan aldırıp kelsa, gündüz bu yoqdan aldırıp kelsa, keyinlik kelsa, iftar ro'zalar iftar qilgan bo'ladi. Kun o'tdimi, iftar qilib bo'lgan bo'ldi. Anda deganlik, endi kech kip bo'lib saqlab o'tib, shu iftarni kechikdan kelgan, shuning uchun iftarni aldırdigan gap. Kun kishi etmasda, iftar ro'zalarniki ro'zasi nima? Tükedi, tamam bo'lgan bo'ldi. Ve la tubashiruhunna yasal ayollarına bilan sizlar itikaf qilgan masjidlarda muqim itikaf qilish niyati bilan masjidlarda muqim turib itikaf qilgan holatinglarda ayollarga yaqinchilik qilmanglar. Yani Allah azze ve celle deydiki ya da ve la tubashiruhunna ve entum akifune fil mesacid. Yani sizlar ayollarga sizlar masjidlarda itikaf qilayotgan, itikaf qilib turayotgan holatinglarda yaqinchilik qilmanglar deyapti. Endi nishadiki Alloh taolaniki akifuna degan qavli fil masajidi degan qavli bilan bog'lanishliq. Ya'ni masjidlarda itikaf qilish niyati bilan turayotgan holatinglarda ayollarga yaqinchilik qilmanglar. Endi nishadiki bu nehi, ya'ni bu cheklama nima uchun kelgan desa, ya'ni itikaf qilib, Ramazonda itikaf qilib, uni keyindan kashqulluq tarafdan itikafxonasidan chiqib, uyga borib ayollar bilan munosabat o'zib kelsa bo'lamdi desa, bo'lmaydi. İtikaf qiluvchi qo'y masjidda bo'lsin, qo'y uyda bo'lsin, itikaf qiliqliqlan bo'lsa, buningga ayolga yaqinchilik qilish nima harom bo'ladi. Shu sababdan bu oyat nozil bo'lgan edi. Tilka al-ahkamul mazkura. Mana yuqorida zikr qilingan bu hukmlar, ya'ni oxiridan boshlasak, ya'ni itikaf qiluvchining ayollar bilan munosabat o'tkazmasligi, ro'ziniki chegaralari, ya'ni ro'zining chegarasi tong otgandan, to'g'ri tong otgandan kun o'tirgan qadar, iftorning chegarasi kun o'tirgandan to'g'ri tong otgan qadar ekanligidan iborat. Mana shu aytchiga yuqorida zikr qilingan mazkur hukmlar hududulloh, Alloh taolaning had chegaralaridir. Alloh taolaning had chegaralaridir. Bu had chegaralarni bandalarga shu had chegaralar ustida shu yerda to'xtasin deb to'xtatib bergan had chegaralaridir. Fala taqrabuha. Unda bo'lgandan keyin bu had chegaralarga yaqin yurmanglar. Had chegaralarni aqlab o'tib ketish emas, yaqin yurmanglar. Yani bu ablagu min la ta'taduha al-mu'abbaru bihi fi ayet ukhra. Yani bir ayette la ta'taduha Allah Teala'nın had chegaralarni aqlab o'tib ketmanglar deb kelgan. Onda kelganda ayetdagi fala taqrabuha Allah Teala'nın had chegaralarga yaqin yurmanglar degani texmi bak mubolag'atlikroq chiqadi. Texmi balog'atlikroq chiqadi. Demek yani Allah Teala'nın demekçi bunu sizlar iftar qilgan vaqtinglarda, ya'ni sizlar zo'laqni masalan to'rt zo'laqning vaqti qachon qadar tong atgan qadar, ya'ni azan chiqqan, hozirgi bomdodga azan chiqqan qadar bo'ldi. Sizlar zo'ni azan chiqquncha taqamanglar degan bo'ldi. Yiqib yurmang degan gap. Bir yarım saat bo'ldi. Bularimiz 15 minut bo'ldi. Azan chiqishdan bir hechimiz 15 minut bo'ldi. Zo'ni to'xtatinglar degan bo'ldi buni ma'nosi. Ayatchiroq yiqmi kelmang degani. Undan keyin iftorni iftorni shu kun o'tirmasda kun demaning oxirgi haliqi tog'ni keyin kutib ketganda binoni keyin o'tib ketsa iftor qilmay, kun haqiqiy darajada o'tirgan vaqtida kun g'oyib bo'lganda ondan keyin iftor qilinglar degan bo'ldi ma'nosi. Itikaf qilgan vaqtlarda
ayollarına münasebet ötküzmanglar, hatta münasebetge yakın apırdıgan gap söz şirketlerini kılmanglar degan bo'ldi ma'nosi. Demek bu ruzi meseleleri inçki mesele Allah Teala. Ve tilki hududullah, bu Allah Teala to'xtatib qo'ygan bu had chegaralarga yiqinma kelib solmanglar deyapti. Kezalike, yani shuningdek xuddi sizlarga yuqori zikr qilingan hukmlarni bayon qilganidek, Allah Teala yubayyinullahu ayatihi linnas, Allah Teala insonlarga o'zining oyatlarini bayon qilib berdi. La'allahum yattaqun ay mahalimahu. Yani Allah Teala'nın haramlarından saklanarmikin deb insonlarga Allah Teala o'zining oyatlarini endi uchuq bayon qilib berdi deydi. Mana bugungi darsimiz shunday oxirlashdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala hayr halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yani Allah azze ve celle deydi ki, ya da ve la tubashiruhunna